Normativ asoslan o'rganish yuqorida texnik topshiruvda ko'rsatmalar asosida undan tashqari ham biza normativlarni o'rganishimiz kerak. Masalan, sanitar norma va qoidalar. Minstro.uz saytida biz ko'ruvdik. Minstro.uz saytida ham shu har bitta loyihaning ichida ichki ko'rsatmalari bo'ladi. Shu KMKlar ichida, ya'ni qurilish me'yorlari qoidalari ichida Sanpinga yo'naltiriladi, ya'ni sanitar norma va qoidalar. Uni bizning loyihamiz uchun kerakli sanitar norma va qoidalarni qidirishimiz mumkin. Google'dan yokida qanaqadir arxiv papkada bo'lishi mumkin. Uni topamiz. Ya'ni Google eng osoni Google orqali sanitarniy norma и правила проектирования poliklinika desak chiqadi. Unga kiramiz va bu yerda nimalar bo'ladi? Asosiy uni qo'llanish sohasi, qanaqa медицинский texnika, mebel, оборудование qo'llaniladi. Dezinfeksiya turlari, masalan, rentgen xonalarni qanaqa joylashtirish kerak? O'sha terapiyada bir-biriga xonalarni xalaqit qilmasligi, rentgen xonalari bilan qaysi xonalarni yonma-yon qo'ymaslik kerak? Dezinfeksiya xonalari qanaqa joylashadi? Umumiy oraliq masofalar qanaqa bo'lishi kerak? Shu yon atrofidagi binolar bilan shu narsalar chuqur tushuntirilgan bo'ladi. Buning ichidagi har bittasini so'zlan o'rganib tahlil qilsak, loyihamizda mukammallashib yaxshilanib boraveradi, ya'ni xizmat sifati. Buni necha kishiga xizmat qiladi, yotib davolanadigan insonlar qancha bo'ladi, umumiy yer maydoni qanaqa hisoblanadi, o'shalar ham bo'ladi. Doktorlarni xonalari qaysi tarafda bo'ladi, operatsionniy xonalar qanaqa bo'lishi kerak. Yorug'lik, masalan, operatsionniy xonalarga yorug'lik tushmasa ham, masalan, yorug'lik tushmasligi kerak bo'lishi mumkin. Chalg'itmaslik uchun sun'iy yoritgichdan foydalanadi. Uni o'lchami, insonlar shu yotib davolanadigan infeksionniy kasalliklarda quyosh tushishi yo'nalishlariga qarab ko'rsatmalar bo'ladi. Buni endi podrobniy ko'rib maksimal harakat qilinadi shu funksional zonalashtirayotganda shularga ahamiyat berishga. Xo'p, bunga ahamiyat berish kerak. Bu loyihaga ta'sir qiladi to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni mana bu talablar. Qanaqa gradusda bo'lishi. Xonalarni o'lchamlari ham. Biz qayerdan bilamiz xonalarning qanaqa o'lchamda bo'lishini. Umumiy shu xizmat ko'rsatadigan insonlar sonidan kelib chiqib, necha metr kvadrat bo'ladi kishi boshiga. Umumiy kirish hududi, qatnov intensivligidan kelib chiqib, shifokorlar xonasi, qanaqa shifokorlar bo'ladi, qanaqa kabinetlar bo'ladi, ish boshqaruvchilar, ichidagi sanuzellar nechta bo'ladi, necha metrga necha metr bo'ladi. Mashalarni agar biz loyihamizda ko'rsatmalarni aniq bizda texnik topshirib berilgan bo'lsa, shu aniq statistika, ya'ni ko'rsatmalar asosida biz harakatlansak, bu to'g'ri bo'ladi. Bu yerda ham ko'rsatilgan nechta insonga nechta xizmat qiladi. Agar buni ko'ramiz, vaqt juda ham ko'p ketadi har bittasini tahlil qilish uchun. Buni internetdan topib, biz realniy loyiha qo'yayotganda buni olamiz. O'zimiz loyihada ham hozir qo'yayotganda, masalan, shifokorlarning xonasi necha metr kvadrat bo'ladi? Kabinetda o'lchamlari masalan 12 metr kvadratdan kam bo'lmasligi kerak. Shunaqa ko'rsatmalarni olib biz foydalansak bo'ladi. Endi biz uchebniy proyektda ko'pincha aytishadi, bunaqa cheklovlar qo'ysang, loyihang chiqmaydi. Mukammal, ya'ni nima deydi, ko'zga yoqimli chiqmaydi deyish mumkin. Chunki to'rtburchakda maksimal hozir quriladigan narsa to'rtburchak asosan modul konstruksiyadan foydalanadi. Ya'ni plitalarni yotqazish uchun o'lchamlardan chiqib bo'lmaydi. Endi qo'shimchani xarajatlarni talab qilgan arxitekturaviy, me'moriy ko'rinishlarda bir xilda o'sha yetishmovchilik bo'ladi, ya'ni bir xillik bo'lib qoladi. Shuning uchun to'rtburchak bo'lib ketib qoladi. Bu yerda xonalar tarkibini biz o'zimizga yozib olsak bo'ladi. Mashq xonalar bo'lar ekan deb. Ya'ni diagnostika xonalari bo'lishi mumkin yoki banitsa bo'lishi mumkin. O'zimiz loyihadan kelib chiqib, sanitar normalarni qidirib, xona tarkibini tuzamiz. Endi ikkinchi masala, mana bu yerda har bitta doktorlar o'zini faoliyatidan kelib chiqib metr kvadrat ko'rsatilgan. Buni konseptual loyihani boshlaganda ko'ramiz, necha metrga necha metr qilamiz, g'oyani boshlaganda. Buni tanishishimiz kerak. Biza asosiy tayanch manbamiz bo'lib xizmat qilish kerak bu.
o'rganib o'qib chiqish kerak. Hozir vaqt juda ham ko'p ketgani hisobiga men boshqa narsalarni ham tushuntirishim kerak. Bularni o'qib, tahlil qilib, o'zimiz loyihamizni qo'llasak, loyihamiz asosli bo'ladi. Ya'ni keyinchalik xizmat sifati ham oshadi. Loyihamizda xizmat qilishi, amaliyotga tatbiq bo'lishi, umumiy bizga berilgan ko'rsatmalarni arxitekturaviy yechimlarni ishlashda. Xo'p, endi ikkinchi yo'li. Endi biz nima qilamiz agar boshqa bizda bunaqa texnik topshiruv yo'q, biz boshqa yo'nalishda umumiy bu bir xil narsalar eskirgan normativlar, ya'ni yonma-yon joylar bo'lmaydi deyilganda xonalarning o'rtada izolyatsiyalar bo'lmagan paytlar bo'lgan. O'shani o'zgargan sistemada qanaqa qilish mumkin zamonaviy. Ikkinchi yo'li sizlar buni sostav помещения qiynalish orqali o'rganmayman yoki osonroq yo'li yo'qmi, shuni yig'ib beradigan desanglar, hozir sun'iy idrok orqali buni asosiy ma'lumotlarni olish mumkin, ya'ni chiqarib olish mumkin ichidan. Mana shu faylni yuklab ko'rsatma berishingiz mumkin yoki to'g'ridan to'g'ri aytishingiz mumkin sun'iy idrokka. Mahalliy poliklinikada xonalari o'lchamlari mana shu prompt sifatida mana shu so'zlar kiritilsa, u javob beradi, ya'ni qabulxonasi, doktorlarning xonasi boyagi sanitar normada ham 12 metr kvadrat deyilyapti. Izolyatsiya xonasi, laboratoriya, tahlil xonasi, yerdagi operatsiya xonalari boshqalarni asosiy yaqinroq beradi, lekin 100% to'g'ri emas, lekin boyagi bizning asosiy ko'rsatmalarimizga juda ham yaqin. Shundan foydalanish mumkin. Shu manbalarni kopiya qilib, yoki buni boshqa turlari bor. To'g'riroq ma'lumot berayin. O'shalardan buni Wordga kopiya qilib olsak bo'ladi. Ya'ni xonaning o'lchamlari, qanaqa vrach uchun, bemor ko'rish uchun divan ergonomikasini tushunishimiz kerak. Qaysi xonada nima bo'lishi kerak? Shkaf bo'ladimi? Bolalar uchun ko'rik divani nimalar bo'lsa, stomatolog o'rindiq bilan ergonomikasini bizning loyihamizga kiritsak, sifatliroq chiqadi. Demak, o'zimizga xonalar tarkibini tuzishimiz kerak, normativlarni o'rganib. Ya'ni xavfsizligi. Masalan, hozir to'plaganimizda sanitar norma va qoidalardan tashqari yana to'plashimiz kerak bo'lgan manbalar bor. Masalan, boyagi shenkada ko'zda tutilgan. Biz asosiy sanitar norma va qoidalarni yuklab olamiz. Rentgen xonalari alohida ko'rsatmalar bo'lsa, ularni ham joylashtirish bo'yicha yuklab olganimiz yaxshi bo'ladi. Lexusda bo'lishi mumkin yoki boshqa rasmiy saytlarda bu manbalarni topib, har bittasini shu bitta papkaga joylaymiz. Xo'p. Keyin buni saruda belgilab chiqishimiz mumkin. Qaysidir bizga muhim joylarni, ya'ni qaysidir o'lchamlarni qayerga qo'yishi, qanaqadir texnikalar, qo'shimcha talablar bo'lsa, bizda ko'zda tutilgan qanaqadir qisqartma so'zlar bo'lsa, o'shalarni ham belgilashimiz kerak. O'shalardan kelib chiqib, keyin biz keyingi etapda bularni o'rganib chiqqandan keyin asosiy tayanch manba sifatida ishlatib, loyihani davom ettiramiz. Umumiy qaraganda biz loyiha arxitektor sifatida loyiha tarkibida aynan bir qismigina qilamiz. Ya'ni biz loyihadan tashqari, biz ishlaydigan arxitekturaviy loyihadan tashqari uni bir nechta turlari bor, qismlari bor. Bulardan masalan ishchi loyiha bor, рабочий proyekt, рабочий dokumentatsiya bor, umumiy hisob-kitoblar, sostav помещения, umumiy отделочные работалар, smetasi, umumiy loyiha smeta hujjatlari deyiladi. Injener texnические решения, qanaqa isitish, uni sovutish tizimlari va boshqa shu kabi tizimlarni umumiy o'zida jamlagan texnические, экономические обоснования, shunaqa narsalar hisob-kitoblar bo'ladi. Buni biz asosiy boshlang'ich konseptual loyiha keyingi etap uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni konstruktor hududda shu binoni qanaqa joylaganimizdan keyin uni qanaqa nagruzkaga chidamliligini bizga beradigan shu hisob-kitoblar umumiy og'irligini hisoblaganda qanaqa xonalar bo'ladi, qanaqa tarkibi bo'ladi, funksiyasidan kelib chiqib
yuklarni turlari bor. Doimiy, vaqtinchalik yuklar, insonlar kelib ketadigan binoni o'zini nagruzkasi, shu narsalar hisob-kitob qilinadi. Buni shu Minstroyi saytida ko'proq informatsiya topish mumkin bu bo'yicha. Lekin bizda asos sifatida shu yuqorida aytganim dastlabki o'zimizni eskiz loyihamizni ishlab chiqishda nimani ishlatsak bo'ladi? Aynan Neufert kitobini. Neufert kitobida asosiy ko'rsatmalar jamlangan holatda bor, ya'ni sanitar norma va qoidalar, umumiy planirovka yechimlarini, normativlar, ergonomika, minimum mana koridorlarni oraliq masofasi, juda ham ko'p informatsiyalar yaxlit holatga keltirilgan. Umumiy mana xonalarni, qanaqa xonalar bo'lishi, asosiy xonalar sifatida shulardan ham ishlatish mumkin. Ya'ni standart sifatida Neufertdan foydalanish mumkin dastlabki loyihani ishlab chiqishda.